Hörmətli televizor görüşçülər, Köngüldük Söz programımızdakı barlıq xadimlar və qanunumuz namıdan həmminglarning yeni yilini qizg'in tabriklayman. Biz 2012 yil sizlar bilan fikirdosh ham qalbdosh bo'lib o'tganligimizdan intayin mamnunmiz ham xushalmiz. Bizningki programmamizga bizning jamiyatimizda bo'libmi san'at sohasida o'zining tirishchiliklari orqali tegishli unum va ta'sir paydo qilayotgan bir qism shaxslarni taklif qildik. Aslida biz texmi ko'p kishilarni taklif qilishni o'ylagandik, lekin nurg'un kishilar vaqt aldirashlik tufaylidan kelmedi. Hozir vaqt shundoq jiddiy o'tmoqda, turmush ritmi tezlashmoqda. Undaqda zodi yer sharining aylanishi tezlab ketib boradi yoki odamlarning harakat tezlashib ketib boradi. Davlatimiz bir necha yilning ichida Marsga tekshirish asbobi chiqarishni planlayapti. Demak, insonlarning qaldisi shiddat bilan kengayapti. Koinot bo'z tarlayapti. Natijada har bir odam birdan uchur manbiga, ya'ni taratquga aylanyapti. Shuning bilan dunyoning taraqqiyoti taq qutblashga qarab menyapti. Har bir odam dunyodagi bir ayrim qutb bo'lib shakllanyapti. Undaqda bu qutb uchun eng muhim narsa nima? Meningcha bir odam bir qutb bo'lib shakllangan chog'da, uningki eng qisqa hayotida uning turmushdagi xushalliklari, orzulari meningcha uning uchun intayin muhim narsa bo'lishi mumkin. Biz bugun bu kishilarni bir taklif qilishning maqsad ularning turmushidagi, bo'libmi 2012 yildagi o'z bir yillik hayotidagi afsusliq bir ishi va shundaqla 2013 yildagi eng muhim tegishli bir orzusi haqida tomoshabinlarimizga bir so'zlab bersa demoqchi. Men bu o'zimniki necha yillik ta'siratim va yangi yil munosabati bilan bir parcha she'r yozib keldim, ko'pchilikka o'qib beray. Bu hayotga bo'ldik mubtala, qalbimizda abjash his to'la. Bu sahnada o'tdi hayotim, xalqim dedi so'zlar bo'ptila. Kunlar g'ajob o'tmoqda umr. Bu ishlamu hamon untula. Bir yoshda bir xil hayajon, davomlashar mushu nuqtala. Yangi yilda yangi xiyollar. Xiyol bilan kular bu dunyo. Sonsizligan yillar bo'ynida eng insoniy ruhlar tavlana. Kengaymoqda farqlar cheksiz. Her usulda töküler tuyg'u. Bu sahnede talay mehminim. Bu dunyodan kettiğu yuqqu. Her bir yılda bir xil hayajon. Sırlıq dünya turar bir bayan. Yıllar bizni ketsumu yutib, armanlarımız ulunar hamon. Qeni yıllar yana quchoq och. Bizde bardur yeni tilaklar. En ahirki minutlargacha ümit üzmey yaşar yürekler. Endi bizniki mehmonlarimizdan bizniki tonilgan artistlarimizdan Adil Mijit akamiz bir ikki qiz so'zlab bersa. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Hammamizningki 2013-yillik yangi yilga muborak bo'lsin. Bu yil asli bizning planimizda mening afsusligim turmushim yaxshi. Balalarni yaxshi tarbiyalayapmiz. Herhalde ijtimoiy munosabatimiz yaxshi. Hammamizdan yaxshi kunlarga qatnashyapmiz. G'amkin kunlarda nafas olib tang yashayapmiz. Men bu kunlarga rozi. Ammo salomatlik biz tasal yaxshi bo'lmay, jur'atni olsal xijlab qatma. Asli qalamqachilik dramani biz 50 maydonga apirimiz degan bir orzuyimiz vardı. Onunla salomatlik tufaylidan onu qutlamay qoldik, vazifani o'rindayolmay qoldik. Endi mening tilim turmushdan aytdi xo'shal yaxshi o'tyapti. 2013-yilda bo'lsa, mush xo'shallikqa ulinib, salomatligim texmi yaxshi bir eksik keltirib, mumkin bo'lsa, bizning g'ayratimizni zo'r ustun turdi. 2013-yili 100 maydon desam, endi hozir desal cho'ngatdek bo'lib qilish mumkin, ammo buni cho'qim yetkazamiz. Meningcha turmushda hech qanday boshqa xiyolim yo'q. Biz endi bir umr mush sohada ishlabdik. Nechta qilib deydigan orzuyimiz bor ekan. Yani sen turmushga orzuyingiz o'lgan shundami? Ya odamniki bizning turmushimiz o'zimizdan kasbidan arib qarg'inmaydi. Hammamizning o'xshash. Endi yashash bir oddiydek tuyuldi ekan, ammo ish qilayotgan odam uchun bu bir mazmunliq, keng doirada bo'ldi ekan. Meningcha o'zim mush fursatni boylab deymanki, mening kasbi san'at hayotim o'zimning shaxsiy hayotimda muhim deb qarayman. Sherzodga bizniki donglik rejissyorimiz Sherzod Yoqubga bir ikki gapib bersin. 2012-yili hamda menga bir mening turmushimda unutilg'isiz bir yil bo'ldi. Chaushanniki taklif bilan Chaushanga berib, shu ikki davlat do'stligininki tema qilingan bir filmni ishlab keldim. Hamda bu mening kasb hayotimdagi
cho'ng bir ish ham bir burilish. Shu 2012-yilda hamda shu hayotimdagi eng bir qattiq kunlar beshim keldi desam bo'ldi. Buningda hamda men dadamdan ayrilib qoldim. Adamda buningdan hamda qattiq kunlar bo'lmaydi ekan. 2013-yili kelyotdi. Shu yilda men hamda birinchi bilan qilgan ishim meniki shu opamni ko'ngli elvasam deyman. Bo'lsa sayohatlarga apasam, o'zining xohlagan yerlarga apralisam, meniki 2013-yil qilgan eng cho'ng bir ishim bo'lib qoladi ekan. Opam shu bir ko'ngli ichilsa, ondan keyin yana xizmatimni davomlashtirsam, xalqniki yaxshi ko'radigan temalarda kino chiqara olsam, 2013-yildagi meniki eng cho'ng ishim bo'lib qoldi. Endi Abdukerim Abduz, bizniki hozir etud sohasida ta'sir paydo qilayotgan etudchimiz dang. Ikki yil so'zlab beramiz. Men kelsak, men 2012-yilni o'ylab baksam, asosan men bu bir yilni bekiligi beka o'tkazib etmedim deb qarayman. Men bu yil o'kindigan bir cho'ng ish bo'ldi. Yolg'iz men emas, mishada o'tag'anlarimiz o'kindigan bir ish bo'ldi. Chunki bizning o'sha adabiyot san'at tantarbiya sohasida hamda 5 odamimizdan ayrilib qoldik. Men buning intayin o'kindim. Bularning biri bizningki ataqliq yozuvchimiz Muhammad Ali Tashnoy efendi. Yana biri bizningki shu tantarbiya sohasi bo'libmi, boksur sohasida hamda shu boksur asos solgan bizningki ataqliq ternerimiz Abdukim Kamdan ayrildik. Yana biri bizningki ataqliq g'ijekchimiz Akram Umardan ayrildik. Yana biri bizning idora nisbatan aytganda bizning film mudirimiz Imom Muhammad Rimdan ayrildik. Yana biri bizningki chaqchaqchimiz, qiziqchimiz Tudoxundan ayrilib qoldik. Bu men uchun raskatni qanday haqiqatan ko'nglim yerim bo'ldi, eng afsundigan bir ish bo'lib qoldi. Endi o'zimniki shaxsiy jihatdan mening afsundigan bek cho'ng ishtirimmi yo'q. 2013-yildagi o'zimning o'ylarim bo'lsa, agar bir kitoblar, yaxshi kitoblar chiqsa, mablag' el bo'la olsa, bo'lsa men o'zimni bir komediyalik bir film tutib baksam deyman. Hech bo'lmaganda bir komediyalik filmdan bir necha qatnasha olsam deyman. Endi buningga albatta men deganim hisob emas, endi Sherzodmi beka o'tmaydi. Shunday beka jumay bir kitobdan bir topsa, men shunga bir qatnasam deydi orzuim. Rahmat. Andasa Sherzodga apsini o'yinib kelgandan keyin topgan kitobni. Istaqilda shu bu yil kelar yil biroq o'yinib o'tmay, yerimdan unda pastlik bilan o'ynasa, yaxshi bo'lmasa biz beka qildik emas. Endi bizniki ko'p qirliq san'atkorimiz Dilshod Royinotovimizniki biri. İki yığız sözünü alıp bakayla. Aldı bilen mening eng o'kindigan bir ishim bayatın Sherzodni deb o'tdi. 2002-yil 2-oyda 19-kuni dadam alamdan o'tdi-da. Bu mening uchun eng cho'ng bir zarba bo'ldi. Bu yurkim faqat chidayolmadim bunga. Men uchun eng cho'ng bir yo'qotish. Men bir kasbiy naqshchi, kasbim shu naqsh etish bilan shug'ullanib keldi bir umr. Umrimda har yili qanday bo'lmasin bir necha naqshlarni ekranlarda yetib chiqib xalqimga taqdim qildim. Endi men ozda ish bo'lg'ashqa endi bu naqsh etib bu san'atga yana bir yangi bir naqshlarni izlanib buni o'rlashqa buning haqiqatan biroz kuchim ojizlik qildi. O'kindig'ini men shu 2012-yili ekranda bo'lsin va yoki boshqa plastinkalarni chiqarishda bo'lsin bu ishlarda jiq ishlarni qilamadim. Endi men uyda bolaning cho'ngi nurg'un ishlar men qarashlik bo'ldi ekan. Opamni buning uchun intayin urdi. Hozirgi tan salomatlik yaxshi emas. Adabsiz bo'lsin. Hozir necha yosh kirdingiz o'zingiz? Men bu yil 47 kirdim. O'zingiz kirdingmi? Rasman birlik kirdim. O'zim bir ko'z bilan kirdim. Ben şu 2013-yili yılning 5-yildan tartib qaddimni ruslab va bundan keyin ham vaqtni nishon tutib, texim qilgan xizmatlarimiz menimcha bak jiqga. Mushlarning hammasini bir qilvasak degan bir armonimiz var qalbimizda. Endi bizniki talant dangliq naqshchimiz Ahmadjon Aqtam efendim. 2013-yili men uchun bir xo'sh bo'lish tegishlik bir yil bo'ldi. Mesela ben yıl 5 yılla özüm
bir do'stim bilan bir necha degan davlatlarga 10 dek davlatni sayohat qilib keldim. Yana birisi 4-5 yil mobaynida ili xalq naqshini etib o'yinga yurish 100 dek naqshini bir yil oxirlashtirdik. Endi biz 2013-yili mana mushuni yoki sirtki hukumat mablag'i bilan yoki shaxsiy mablag' tepish bilan yoki o'zimizningki bir mablag' chiqarish bilan mushuni jamoatchilikka tanishtirib olsak, bizning bu chiqarganimiz balkim bundan keyingi avlodlar uchun ili naqshlarni o'rganadigan bolalar uchun bir dars ko'p qilasi, haqisi. Yana birisi endi oil jihati kelsak, endi oil xo'shallig'i kelsak, mening qizim Alfira bir yil kasbi 2-yili Shanxay institutiga o'tgan. O'zi ijodiyat kasbida o'qiydi. Biroq qo'shimcha royal o'rgangan. Bu qizi bir yil Hangzhouda o'tkazilgan royal musobaqasiga qatnashib, bizning mamlakat bo'yicha 3 turda birinchi bo'ldi. 3 turda birinchi bo'lib, Shanghanga borgan, Absulan birga berib, Osiyo musobaqasiga qatnashib, Osiyo bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajani oldi. Buning uchun rahmat. Rahmat. Buningda bizning oilamizda nihoyat bir xo'shallik, bir nimaga cho'mdik. Az bo'lmagan xo'shalliklar ega bo'ldik. Endi bundan keyin 2013-yilda yuqorqi degandek, boyoqi naqshlarni unga elish yoki singa elish ishlari bilan tomoshabinlarga bir sunib olsak, bizningki asos jihatdan orzularimiz tugab qolmasimi, har holda biz qo'shilib o'z ko'ngillarimiz iqqa ishlarimizdan iymon topamiz. Rahmat. Rahmat. Endi yetilayotgan bizningki yosh rejissyorimiz, Jur'atvoy. 2012-yili o'tib ketgan bir yil shaxsan mening bir qadar kasbiy jihatdan mo'l-so'l olgan yilim bo'ldi. Yilning 5-ida biz 2010-yili boshlagan Karvan teatr klubi san'atkorchiligining 2-sonini g'albilik olgan tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdik. U 10 necha maydon qo'yilgandan keyin 5-oydan tortib Angliyaning Nodir komediyasi Qalayim qanchalik deb qo'ya Adilkam so'zlab o'tgan Nodir komediyani Rimjon Adilkamlarning hamkorligida uni ro'yobga chiqarib tomoshabinlar bilan uni yuz ko'rishtirdik. 7-oydan tortib Shinjang televiziya stansiyasi Adabiyot san'at kanaliga taklifi bilan chirig'i berib, chirining mashrifini shikoyatchida surat kelish xizmatida bo'ptimi degandek, shunday aldirashchilik ichida o'tibdimi. Demak, bu so'zimizdan chiqib turdi, eng avval bir kasbni yaxshi qilish uchun oilaning tish omonligi, andikin salomatlikning yor berishi cho'qim asos bo'ladigan bir gapga. Demak, shunday bir mo'l-so'llik kasbimizni yaxshi qilganligimizning o'zi hamda bir qadar xotirjam bir turmushga erishganimizdan bo'ldi-da. 2012-ning oxirida hamda sunib qolgan bir ish Karvan teatr klubininki 3-sonini tomoshabinlar bilan bir yuz ko'rishtirsak deydigan bir plan bordi. Shu ijodiyat ulgurmay, kelar yilning 5-i qoldi. Andan izchil o'ylab kelayotgan hamda bundan burun itotlarni yozibdiman. Mikro teatr deydigan bir xil yangi shakldagi ijodiyatlarni qilibdiman. Hamda shunday yangicha san'at teatr sahnasidagi ifodalash shaklini asos qilgan, ashunday bir o'zimlik bir dramamni yozib baqsam deydigan bir orzuyim bor. Hamda 2013-yilda shu orzuyimga bir yetishga tirishsam deydigan bir plandiman. Endi Mehmetjon Ro'lsayev, siz ishga kelib qolamiz. Endi Abdukirimkamda vaqt deb, Adilkamni o'zida bütün xizmatlar oilamizni mayli deb yana vaqt kelib qolsa, yana qani tanlaysa deb qolsa, endi ma'noda biz bu san'atkor kasbida nurg'un odam deymiz. Biz iqtisodiy unumni o'ylab balqinimiz, ma'ni yaxshi ko'rganlikdan ikkisini qani tanlaysa degan shu san'atni tanlab qoldik ekanmiz vaqt kelib qolsa. San'atkorlar biz o'zimizning vaqtiga o'zimiz ega bo'lolmay ekanmiz. Mayli shanba yakshanba bo'lsin, ba'zi kuni butun odam dam oladi, biz ishlaymiz yana. Ba'zi yurtdan tuqqanlar chiqadi ekan, do'stlarimiz chiqadi ekan, shunda izdisa o bir yerda repetitsiya qilyaptim. Ya bo'lmasa kechilik soat zari bir ishga ba'zi ishlarga qo'yib. Shunda ishlarga shanba yakshanba bo'lsa, "O, hammadan dam olsa sizlar ishlamsizlar." O bu shu xuddi bizlar xalqning qasdan qechiyotgandek. Andin aqlamani denishga chiqiblar, televizorga chiqib adam tunimidi. Nurg'unlari hatto hozirgacha ba'zi yo'lda kelsa bu qarmay oladigan holatda shakllanadi ba'zi do'stlarimizda. Sizga gap qachida. Musha artistlik yuz yo'q deb. Lekin bizning hargiz chin qalbimizdan o'sha do'stlarimizdan olib, jamiyatni olib qolganimiz yo'q. Ya'ni 2013-yildagi eng afsusli ishing sizga vaqt yetkazamdi shunda. Vaqt yetkazamdi.
Öz kasbimizni utuq qozongan bilan hamda oila bayam degandek hamda yana u bu desak oylik qaranmaydi ekanmiz. Nurg'un ayollarimiz xapoga ishlimi bor. Öz qayg'imiz, azobimiz bildilgi biz haqni qo'shal qildigan odamlar bo'lganda ekan. Saniga chiqqan amal yo'q hamda shirzatgan mudasi tugab ketdi. Bizning mudadimiz yo'q. O'sha akalarimiz ham shunda azob bo'ldi. Kun yig'laymiz hamda saniga chiqdi deganda yaga chiqib dadam tugab ketgan, ya bo'lmasa u bo'ldi bu, ya bunda oilamni qiyinchilik oldi deb saniga chiqib ya qapoqlarimiz turib. Amaliyotda nurg'un etudlarda sizning kulgingiz yo'q bo'lmasa shundami? Kulgim yo'q, ba'zi kenim qarab toza olib yig'lab Aşu nurg'un hamda qayg'imizni yushirdik ekanmiz. 2013-yili salomatligimiz yarli bo'lsa, o'sha sirik ko'mak kelibdimi, nurg'un siriklarni o'rganibdimi, alaqa serganlikni o'rganibdimiz, naqsh o'qiyapmiz, o'sha ustozlar va o'sha juratkamlar o bo'ldi, shunday tarbiyalab hamda olib kirib ham dadam deb yig'lagandiki, dada so'xaydi, behisob demadi. Kim 13-yili mümkün bo'lsa shu ustozlarning yordami bilan hamda bir universal serigarlik, shunday qiziqchilik, naqsha, usul hamda Dilshatgan bilan o'tganda bir paranglashib qoldik. Shu burunqi do'rashlarimizni bir yana bir mujassamliga olindi. Jamning bir shunday universal bir kechilikini qilish arzuyim bor ustozlarim bilan. Hamda bizniki etud tonulgan etud artistimiz yosh tonilayotgan Abdurim Xon deydi ekan, ha? Abdurim Rahmon. Siz kezgib bilan. Bayatdan Jurat depetde 12-yil men uchun mo'lusulayilgan bir yil dedi. O'xshashlam Juratninki mo'lusulagini mening mo'lusulagim deb o'ylayman. Karvan teatri ishlandi, Qalaymiqanchiq teatri ishlandi, uningdan burun uning ikki xotini yo'q teatri ishlandi, uningdan sirtqi va kazam shu opera umigimizniki o'rinlashtirgan har xil omig'nab yetkazgan o'yin, kechilik, konsert kechiliklar bo'lsin, hammasida etotning vazifasini o'rindab kelyapman. Kuchimning barcha tirishib kelyapman deb o'ylayman. Shunga meningki bu bir yilim nihoyatda men uchun aytgandimi hech kimga o'xshamaydigan bir mo'lusul yil bo'ldi deb o'ylayman o'zim. Xizmatlar tarafdan shunday turmush kelganda albatta xizmatga berilib ketgandan keyin oila ishlari hammasi aniqlam bizning ayolimizga qoldi ekan. Mening absunliq ayrim shu barliq bisimning hammasi mening ayolim qoldi. Endi absunliq ayishingiz oilaliklardan biri bo'ladimi? Shunday. Yana bir absunliq ayrim deganda juratishimizning o'xshashlar. Biz maktabda o'qiyotgan vaqtlarimizda bizim dadımızdan ayrılıp kalgan. Mening hozircha absunligan ishim nima deganda, men mushkamga kelib nurg'un ustozlarimiz yaxshi baholarni berdi, ilhomlarni berdi. Bo'lsa meningmi dadam bo'lgan bo'lsa, hozir mushu natijalarni ko'rishim birga, men dadamni oldida bir faxrlanib olaysam, mening dadam yo'q ekan. Yani sizniki absunligan ishingiz, sahnadagi natijangiz ne? Shunda dadingizni ko'ramiganligi. Shunda har yil absunligim mening shu natijalarimni hammadan ko'rdi, hammadan meniki ilhom madadlariga erishdim, ammo dadamnikiga erishamadim. Mening hozir orzuyim 2013-yili bir Alloh buyursa bir tenim salomat o'sga deyman. Rahmat. Endi bu yoqda o'tirgan Firqat Bahodir, DSP usul markaziniki asoschisi. Ya'ni hozirgi zamonaviy usullarni bizning jamiyatimizga akirayotgan yoshlarning birisi, ha. Sizning mushkulingiz gapingizni olmayman. 2012-yili men uchun aytganda hamda o'zimdan burunga qaraganda bir cho'ng oldim deb o'ylayman. Chunki men uchun 2012-yili hamda eng men ahmiyatli bo'lgan bir so'z balkim mas'uliyat tuyg'usi. Chunki hamda burun balatdiq 2012-yilda hamda bizim uy tutib, dada oldik. Mening dada deydigan odam chiqdi-da. Shu oilda bo'lgan men mas'uliyat tuyg'usi hamda birinchi qitim menda paydo bo'ldi. Undan keyin bu ta'sir qildi-ki, chunki menda jamiyatda hozir burunga qaraganda ko'ch ustida deganga kichik bolalar texnik qiziqadigan bo'lgan. Shu bolalar qanday bir dunyo ko'z qarashini maktabdan burun biz ularga singdirish degan hamda bu bizda bir mas'uliyat tuyg'usi bo'ldi. Hamda bu hamma jihatdan ta'sir qildi. Shu bizning nurg'un yerlarga berib ko'rdik. Hamda orzu qilganimiz shu narsani texnik to'g'ri biz yetaklay olsak, keyingi yoshlarning hamda mushta turmush bismi eg'ir, keyin o'qish bismi eg'ir, mushta bir jamiyat mush narsani biz hamda usul orqali yoki san'at orqali yoshlarni bir jo'shqin
hayati kuchga ega bir xil yashaydigan qilib aslida ta'sir qila olsak 2013-yil mencha bizga utuq bo'ldi. Rahmat. Endi bizniki yoshlanishda ko'z ko'ringan yaqinqi bir necha yilda cho'ng ta'sir ko'rsatgan naqshchimiz, Ablajon Avut Ayub. Sizniki ta'sirotlaringizni anglab boqsak, yengillik va ko'ngillik. Endi 2012-yil ashbashligicha o'tib ketdi. Mening 2012-yilda garchi tomoshabinlarimning orzusi bo'yicha plastik ishlamagan bo'lsa, lekin har xil televiziya programmalarida o'zimning naqshlarimni tomoshabinlarga taqdim qilib turaman. Lekin yana 2013-yili menda yana nurg'un xizmat beralarim o'rindalmay qoldi. Afsuslanarli ishlarimdan. Masalan, yilning beshida plan qilgan, men o'zim ishlayotgan mikrootliq, ya'ni EP Xanzuch plastinkamni aslida yilning oxirida ishlab e'lon qilib bo'lish planim bor, lekin bu planim nurg'un sabablar tufayli o'rindalmay qoldi. Undan boshqa yana har yil 11-kuni o'zimning hamkorlashuvchilarga qartilgan Ablajon muzika mukofoti tasdiqlangan o'z vaqtida. Lekin bu yil yana xizmat oldirashlik tufayli buni vaqtida hozirgacha o'tkazolmay qoldim. O'kinish yana eng cho'ng narsani deganda men bu akamni aylab qoldim bu yil. Bu men uchun eng cho'ng o'kingan ishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'z akangizdan. To'g'ri. O'zimning bir tuxaksini aylab qoldim. Necha yoshda? 31 yosh. 31 yosh. Akam kasal sababidan olamdan o'tdi. Endi men eng cho'ng o'kindig'im men xizmat munosabatlari bu yoqda oldirash, lekin uydagilarim akamning haqiqiy salomatlik ahvolini menga xizmatga ta'sir etib qolmasin deb yetkazmagandan keyin men xotirjam bu yoqda o'zimni ishimni qilib yuribman. Lekin men o'kindig'im shu o'z vaqtida uning bilan ko'proq paranglashib, ko'ngil so'zlarini o'zaro mo'ngdishamligini andan keyin eng muhimi uning o'z vaqtida yendi turib hamda ko'zimni qamaqtirib uzib qo'ymaгаnim balki mening 2012-yildagi eng cho'ng afsuslanarli ishim bo'lishi mumkin. 2013-yil mening orzularim bakcha xuddi Abdulla akamning uzoq yo'l degan naqsi aytilgandek umid uzun umrdan degan bir misrasi intayin esimda qolib ekan. Mening umidlarim, orzularim intayin burun mashina haydashimga faqat vaqtim chiqaramagan hamda bir mashina haydaydigan bo'ldim. Endi vaqtim chiqarib o'qib tiravelib mashina olsam deyman. Ondan boshqa xil uzun vaqtlardan beri meni qo'shni davlatlardan o'yinlarga taklif qilib ixlosmand tomoshabinlarimiz orzu qilib kelyotdi. Mening yana Xudo faqat bilan o'xshash har qaysi davlatlarga berib o'zaro texnik jihatdan almashtirish qilib o'zaro hamkorlashib asarlarimizni texmo yuqori texnik bilan ishlab chiqqanba, lekin hamda mening hozircha pasport rasmiyatim tiqib bitmayotdi. Mening yana bir azoyim shu pasport rasmiyatimning boldiroq chiqsa tomoshabinlarim bilan biz ko'rishib shularni bir xushal qilish umidim bor, yana texnik jihatdan hamkorlashish umidim bor. Undan boshqa yana eng cho'ng umidlarim yana shu mening kasbimga bog'langan mening bayon etgan ishlab davomlanmagan plastikamni bu yilning 5-ida e'lon qilishdan tashqari yana 5-oylardan boshlab mening ikkinchi plastikamni yana ikkinchi ishlaydigan uyg'urcha plastikamni ishlab yilning oxirigacha bitirasam bu mening eng cho'ng orzularimdan birisi. Qosimjon balki meninglar tanıysizlar. Bizniki Atlant til tarbiyalash markazidagi qurg'uvchisi, asoschisi. Qosimjon Abdurov sizniki bir ikki qiz so'zini olib boqaylik. Men har qitim o'sha yangi yil degan o'sha gap qalbimga yiqinlashganda o'y fikrimga yonmashqa vaqtda o'sha o'tgan yilda, ya'ni ko'ni yilda men nima ishlarni qildim, qandaq g'albalarni qo'lga keltirdim deganni doim o'ylayman. Va shuning bilan birga, ya'ni qandaq ishlarni qilolmadim, qandaq ishlarda men mag'lub bo'ldim va yoki afsuslandim degan ishlarni o'y fikrlarim kallamga keldi. Shuning bilan birga ham yangi yilda qandaq orzu tilaklarim bor, yangi yilda erishmoqchi bo'lganlarim nima deganlarni xiyol qilaman. Har qitim, har yilda ashundaq xiyollar kallamda o'tadi. Ba'zida qo'limga qalamni ilib, xotiram oldida o'tirib, o'tgan yil to'g'risida xulosa kalamlarni yozgan bo'lsam, yangi yil to'g'risidagi orzu tilaklarimni yozaman. Endi bu 2012-yilda mening intayin o'zimdan rozi bo'lgan yerim, men mush xotirni davomlashtirdim. Endi afsunadigan tarafim nima deganda, bu xotirningki ba'zi quruq qolgan batlari bor. Satrashxonaga borgan kuni yozilmay qoldi-da. To'g'ri. Shu quruq qolgan joylari bor. Ham shu varaqlarni ochgan vaqtimda qarayman, amaliyotda u quruq qolgan yeriga mag'lub bo'lganimni yozib qo'ydim.
2012 yilda meni absundigan tarping nima deb mendan so'rasangiz 2000 Endi nurg'un varaqlar quruq qoldi shunaqmi? 2012 yilda bakjiq varaqlarni quruq qoldi. Varaqlarning ichidagi ba'zi soatlar, vaqtlar quruq qoldi. Bu vaqtlardami hargiz menda qop qalamsiz qo'yib qo'ymadim-da, siyosiz qo'yib qo'ymadim. U yerga qilolmaganligimni, shu ishninki sababini yozib qo'ydim. Shu orqali bir xil o'zimninki shu har bir ishni to'g'ri elib berishimga yaxshi bir yo'l ochdi. Afsuslangan yerim shu mag'lubiyatim. Hamda xushallangan yerim shu xotirni tutib, nurg'un ishlarda g'alaba qozonganligim. Hamda 2013-yili yangi yilda mening qandaq orzu tilaklarim bor deganda, birinchidan shu xotirni uzluksiz davomlashtirish. Ikkinchidan konkret cho'ng planlarim deganda men 2008-yildan buyon shu bizning oramizda ingliz tili o'rganganlarga har yoshdagi ingliz tili o'rganganlarga bir 8 qismliq atlan ingliz tili deydigan bir kitobni tuzishni boshlagan. Hozir men 6-qismini tuzyapman. 2013-yilda shu 8-qism kitobgacha shuni tuzib bo'lish planim bor, orzuyim bor. Buni tamomlash. Bu mening xizmatimdagi xizmat tarafdagi bir orzuyim hamda. Uningdan boshqa hamda o'zimninki shu bilim ilish jihatda orzuyim qandaq deganda men hozir 1,5 yildak bo'ldi uzluksiz shu Harvard universitetininki MBA ya'ni eglik tiklash kasbiga 2014-yili boshlab 2016-yilgacha o'qiydigan 2 yillik shu kasbiga tayyorlik qilyapman. Shu Harvard universitetiga 9-oyda iltimos sungan ekan agar haqiqiy meni tanlasa hamda 9000 odamning ichidan 900 odam tanlaydi. Shu 900 odamning ichidan men birisi bo'lsam, kelar yili 12-oy mushundaq vaqtda hamda shu yil oxirida Harvard universitetiga 14-yil o'qiydigan bir fursatga erishgan bo'laman. Shu mening bir cho'ng orzuyim hamda bilim elishdiki. Hamda uningdan boshqa mesela turmuşda, ailede bo'lsa, yanıla fakat xizmatgila butunlay o'zimni berib o'tmasdan, xizmat mi, bilim ilish mi, sog'lomlik mi, ham mening ruhiy dunyorim, psixik sapoyim mi va shundaqla oilamningki xushalligimi men uchun hamma jihatdan muhim bo'lg'achqa, shu oilamdagilar hamma urug'-tuqqanlarim bilan texmi birlikda jam bo'lib yaxshi 2013-yilni yaxshi o'tkazsam deydigan bir orzuyim bor. Bu orzuyimni faqat o'y xiyol bilan emas, amaliy harakat bilan emas, odat bilan, amaliy odat emas, balki xarakter bilan, eng oxirida g'albi bilan tamomlasam, menimcha 2013-yilda men eng yaxshi yashagan bo'laman deb qarayman. Yuqorida biz ko'ngil izhorlarimizni deyishdik, hamda programmamizning oxirida ko'pchilikka tunishliq bo'lgan Didor G'animat degan naqshimiz bilan bugungi programmamizni oxirlashtirishni muvaffaq bo'ldik. Ko'pchilikni anglaylik. Hayat
Çek